Aka semiraman deganlarga, ozaman deganlarga top 3 ta ekonomiyroq variant aytib bering aka. Byudjetli variant aytib bering. Xo'p. Чтобы hammaga ma'qul tushib ketsin. Ves kattalar uchun 3 ta. Birinchisi ko'p suv, oddiy. Ko'p suv ichish kerak-da. Ko'p suv ichish kerak. Tezroq qanot qiladi. Uchinchisi oddiy kivi, uxlashdan oldin. Ikkinchisi. Ha. Uchinchisi sabzi. Sabzi? Uxlashdan oldin. Bir kun kivi, bir kun sabzi. Ha, yotishdan oldin. Arzon. Ha. Ro'zg'orda. Byudjetli variantlarda. Semiraman deganlargacha aka. Ularga eng arzoni oziq-ovqatda turgan afsanli kasha. Hammamiz bilamiz bu. Buni ko'pchilik ertalab yeb qo'yadi xolos. Buni 5 mahal bo'lsa 5 mahal. Vaqti bormi? Yo'q. Uchinchisi tovuq to'shi. Bu ham filesi arzon. To'rtinchisi trinovka. Zarar. Xo'p, aka, muskul o'stirishda eng asosiy omillar nima deb o'ylaysiz aka? Qaysi biri? O'stirishda muskul forma qilish uchun nimaga ko'proq ahamiyat berish kerak aka? Rasvodga. Qanaqa rasvodlardan boshlash kerak? Baribir hozir ko'pchilik qiziqadi-da, qanaqa rasvodlardan boshlasam deydi. Bularga eng zo'ri mana semizlarga ham, ozg'inlarga ham zo'r variant. Oddiy bitsa, butun hamma biladigan narsa. Trinovkadan oldin 10 gram, trinovkaning o'rtasida 10 gram, trinovkani tugatib olib 10 gram ich, mana senga arzon effekti bor narsa. Bitsa 3 kunda rezultatini sezasiz. Oddiy bitsa. Prosta uni bir qoshiq solib qo'y, keyingi avlodiga olib qo'yadi uni. Uni ichish kerak-da, energiya olib chiqadi organizm. Bitta bayka bilan yilda o'tkazib yuboradi. Yilda o'tkazib yuboradi-da. Men bolalarga aytaman, ichmadingmi desam yo'q deydi. Yarim qoshiq soladi. U yarim qoshiq eshitimi bo'lmaydi, chiyni orasida qolib ketadi. To'g'ri, hech qachon qochish kerak emas. Tanasiga eng zo'r sarmoya, tanaga qilinadigan sarmoya. Aka forma qilish uchun. Eng zo'ri mana bilsa. Mahallini ko'paytirib, любой narsani ham mahallini ko'paytirib. Semizlar ham ozg'inlar. Hayotingizda afsus bilan eslaydigan bir xato hodisalar bo'lganmi? Bo'ladi. Bu dars har haftada bo'ladi menda. Har haftada bo'ladi, afsuslanaman. Chunki afsuslanishimning sababi yakshanba kuni dam olish uchun telefon olib qo'yganimda. Zalga olib qo'yganman. Telefon qilib olib qo'ygansiz. Menga afsuslar. Yakshanbada trenerlar ham odam dam olish kerak. Dam oladi. Oilasi bor, yetim emas. To'g'ri. Aka, yana bitta savol. Ko'p trenerlarga beraman bunsan. An'anaviy savollardan biri. Agar imkon bo'lsa yoki umuman hayotingizda vashini sohaga kirib kelganingizdan beri profession, ya'ni sohani trenerlikni, shu sportni o'zgartirish istagi yoki ko'nglingizga kelganmi shunaqa narsa aka? Boshqa biznesgami, boshqa sohagami, mana doktorman deyapsiz. Doktorlikka o'tishmi bilamiz, ancha tajribangiz bor doktorlikda. O'tib ketish, o'sha yoqqa burilish anaqasi bo'lganmi aka, fikri kelganmi? Bu o'rinli savol. Meni dadam rahmatli stomatolog bo'lgan. Chunki bizning oila hammasi stomatolog. Doktorlar o'zim ham bo'lganman. Bu sohada 13 yil ishlaganman. Stomatologiya laboratoriyasida, Lekin bu sport meni yoshligimda hali muhabbatim kuchli bo'lgani uchun u meditsinadan bu sohaga o'tganman. Naborot bo'lgan. Menda naborot bo'lgan. Chunki men bu sohani dadam rahmatlidan yashirin qilib yurgan. Oldiga borsam, stroyga oq ko'yni, shimlarni kiyib borgan. Hech qachon oldiga futbolka trikolar sportchilik holatda bormaganman, lekin ichkari sportchilik iloji yashirib bilmasin deb borganman. Ko'pchilik masalan rezultat ko'rmasdan turib tashlab yuboradi-da, lekin buni mazasini, sportni, buni foydasini bilgan odam haqiqatda boya aytganimdek staraya shkola, eski maktabda ustozlar hech qachon tashlamagan. Bitta narsa kelib qoldi. Abdon aka bilan intervyu qilganimizda bitta voqeani aytib berdi, ustoz bilan. Bir o'rtada kasal bo'lganda ko'rgani borganimizda aytgan gapi, men boshqa holatda kasal bo'lishim kerak emas. Men ashtanga bosib qolsa, qo'lim sinib ketib bir narsa bo'lsa, men ashitda bo'lishim kerak nima bo'lsa ham. Ya'ni chista любовь sportga muhabbatini shunaqa aytib berganda, shundan maqsadga tegan. O'shaning uchun sirazi chiqib bilan natijaga emas, aka. Birinchi navbatda nima bu sport, nima olib keladi, ustozlardan fikrlar olib, qilsanglar, именно mana katta ustozlarni makka mushash kerak deb o'ylayman, katta ustozlarni. Shu Odiljon shu sportga qiziqib, mana kasalmi, boshqami, befarzandmi. Ko'pchilik keladi, o'sha bir oy yurgandan keyin natija bo'lmayapti deb turib, afsonalar solib ketadi. Bularga bitta yaxshi anaqa любой organizm rezultat bir oydan keyin boshlanadi. Shungacha sabr qilsaki, u yog'ini o'z organizmi olib keladi. Shuning uchun ularga bitta zo'r maslahatim sabr qil. Natija vaqt qo'yma o'zingga. Chunki bu tanangga yillar davomida ketib bo'lganda, endi bir oy sabr qilsang, u yog'ini endi olib ketadi.
Ko'pchilik shu bir oyda o'tkaza olmay natija bo'lmayapti deb turib tashlab yuboradi. Tashlab yuboradi. Bo'yga sabr, Tabii. shifo, harakatdan to'xtama bo'yga zalda ko'rishguncha. Harakat qilganda Alloh beradi albatta. Eng aktual savollardan aka, farmakologiya haqida sizni ham fikringizni bilgim keldi aka. Farmakologiya to'g'ri hozirgi kunda rosa aytiga chiqqan. Endi buni to'g'ri ishlatish bor. Noto'g'ri ishlatib qo'yayotganlar ham bor. Ularga shu farmakologiya chiqargan bo'lsa, buni qanday? Buni faqat analiz orqali qilsaki, organizmga yana O'zi kimlar qilish kerak farmakologiyani aka? Kimlar qilmaslik kerak? Tavsiya kimga qilasiz? Bu savolingiz o'rinli. Ko'pchilik shuni bilmaydi-da. Chunki insonda limfa tugunchalar bor, rakoviy kletka, boshqa kasalliklar bor. Shuni bilmas turib qilishaveradi. Meni maslahatim irsiyatida kasalliklari borga mumkin emas. Hech qachon. Lekin navchilar ham hozir bilib bilmasa hamma yoqdan kirib qilishyapti. Undan bundan o'rganib olib. Meni maslahatim aynan mana shu trener, doktori bilan qilishsa kelajagi uchun foydali bo'ladi. Mumkini bor, mumkin emasi bor. Ular har bittasi tanaga tushadigan narsalari bor. Bilib bilmasa qilishini men aqli. Albatta vrach ko'riklari, tushadigan trenerlar, tajribali trener kerak bo'ladi. Qilish kerak. Yema ichmoqlari bilan hammasini to'g'ri. Yana bir holat bor aka, mana ba'zi trenerlarda yoki mana kattaroq sportsmenlarda akne, ya'ni ugli toshlar ko'payib ketadi. Buni chetdan tushunmagan odamlar farmakologiyani bosayotgan hisobiga deb biladi-da. Yo'q. Shuni ham yoritib bersiz aka. Bu hola farmakologiya qilsin, hola boshqa qilsin, bitta narsani kuchli qilsin. Bu undan emas, chunki bu narsa yemoqdan. Insonda ko'p uglevod tanada oshib ketsa, ichak buni tana orqali chiqarib yuboradi. Bu ugrilar ichakdan. U hech qanaqa emas. Yemog'ini to'g'rilasaki bo'ldi. Chunki mana ahli yetmayaptimi? Shu mutaxassis oldiga borish kerak. Men mana qiladi, manaqa narsalarni yeyapman. Spetsialisti bo'lsa, yemoq ichmoqlarini kontrolini to'g'ri qo'yib beradi. Hech qanaqa dori-darmon so'zi yo'q ular. Ustoz, rahmat katta sizga ham. Bugun Jahon fitnes zalida Farruh akam ustozning qo'l ostida mashq qilardi va juda ham foydali ma'lumotlar, fikrlar, trenirovka jarayonlar, texnikalarni o'rgandik. Keyingi zalimiz qaysi bo'lishini kommentariyada yozib qo'yinglar. Ustozga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham manfaatli, foydali ma'lumotlar berib boradi. Zalga kelsanglar, zalda ham professionalni shug'ullantirib, trenirovka qildirib turadi. Xudo xolasa, sizga ham katta rahmat aka, ajratgan vaqtingizga o'rgatgan narsalaringizga joningiz sog' bo'lsin aka. Hop, kelib turing. Obuna bo'lib, podpiska bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Omadinglarni bersin. Bo'y kerak.